Katta kvadrat metrli xonadon so'raganlar uchun Chilonzor metro, Mirzo Ulug'bek metro atrofidan 4 xonali 117 kvadrat metrga tushgan novostroykamiz sotuvga qo'yildi. Asosiy eshikdan kirar ekanmiz, bizani mana shunaqa kenggina hol, ya'ni koridor kutib oladi. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin, hamma xonalari alohida. Kirib kelar ekanmiz, o'ng qo'lda birinchi bizani kattagina mehmonxona kutib oladi. Oppoqqina yarki bo'lib turibdi, o'zingizlar ko'rib qo'yasizlar, juda ham chiroyli remontda bitirgan. Xo'p, mana bu joyda sanuzellarimiz razdelli joylashgan, plus asosiy yotoqxonani o'zini общий sanuzeli ham mavjud ekan. Mana bu joyda oshxonani ko'rishingiz mumkin. Agar kimdir keladigan bo'lsa, o'zlariga moslab kuxonniy mebellarni yasatib olishadi. Bu yoqda esa bitta detskiy yotoqxonamiz joylashgan. Xo'p, bu yog'imizda ham ikkita yotoqxona joylashgan. Mana bu asosiy yotoqxonamiz bo'ladi. Kichkina emas, kenggina. Xo'p, bu yoqda esa shu yotoqxonani o'zini общий sanuzeli joylashgan turibdi. Hop, bu yog'imizda yana bitta detskiy yotoqxonani ko'rishingiz mumkin. Xo'p, xonadonimiz Chilonzor 9-kvartal Rayhon milliy taomlarni ro'parasida joylashgan 9 qavatli binoning 5-qavatida 155 ming AQSh dollari so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor. Opsiyaniyada nomer qoldiraman, batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi.